velosipedga chiqdik. Men tushunardim, agar millimetrga kalta bo'lsa, men tushunardim. Ko'ryapsiz, santimetrga kalta. Hozir unaqasiga ham o'lchab ko'rdim, bunaqasiga ham o'lchab ko'rdim. Balki tonusdan ham davomman rost mana 2 santimetrga bolaning oyog'i kalta. O'shaning uchun aytdim, boshqatdan yechintirib, telefonga, videoga oling uydagilaringizga ko'rsatish uchun deb, yana boshqatdan o'zingizga ko'rsatdim. Ko'ryapsiz? Yo'q, shunaqa holatli bo'ladimi? 2 santimetr bo'ladi, faqat diagnozi bilan bo'ladi-da. Chanoq son bo'g'imida nimadir muammo bo'lsa, hozir siz biz rentgen qildirganmiz deyapsiz. Shuning uchun aytayapman Telegramda, menga rentgenni tashing. Agar chanoq son bo'g'imida hech qanaqa bolangizda muammo bo'lmasa, bolangiz bir yoq oyog'i kalta bo'lib, anomaliya bilan tug'ilgan. Bu qorinda shunaqa rivojlangan. Bitta oyog'i kalta bo'lib, to'g'risini aytayapman, faqat xafa bo'lmang. Yo'q. Prosta shu paytgacha ko'rmagansizlar 9 oyligacha. Shuning uchun qayta ko'rsatib beraman sizga. Bunaqasiga ham oyog'i kalta. Tushundingizmi?